Assalomu alaykum guruhimiz a'zolari. Biz sizlarga Ali Lazer 16 ga 30 lazer uskunasini, SO2 lazer uskunasini 10 ustanovkadan keyingi jarayonni ko'rgani, tekshirgani keldik. Ali Lazer 16 ga 30 Ruyda plata 6442 ikkita kallalik ikki головка alohida o'zini razmeriga qo'yadi va asalariya doskalik. Tagida shiqi ham bor. Asal doskani olib borib shiqini ishlatsa ham bo'laveradi. Ham realistik, ya'ni realistik remenlikdan ko'ra yaxshiroq. Bu hozir kesib turgan narsasi 06 MDF bo'lib, 16 MDF. Bular lazer uskunamiz asosan MDF, akril, faner shu narsalarga o'xshagan narsalarni kesish uchun moslashgan. Mana bu kesgan narsasi, mana mahsuloti. 16 ga 30 model bo'lgani uchun bunga 1850 kolba qo'yilgan. Tayya firmasini 1850, ya'ni 150-180 wattli kolba o'rnatilgan. Bundan kichkina, ya'ni 130 ga 2,5 liklarga bu kolba tushmaydi. Chunki uzunligi 185 cm kolbani. Havo kompressori, ya'ni Halfa brendidan ASO 380 qo'yilgan, ya'ni 09, ASO 009 undan past emas, 380 qo'yilgan. Ikki головkaga alohida. Bu chang tortadigan ulutkasi, havo so'rg'ichi tutun changni tortib chiqaraveradi. Iron firmasidan qo'yilgan 750 wattligidan ikkita qo'yilgan. Bu chiller Sa firmasini 5202 modeldagi chilleridan qo'yilgan. Bu tarafda qilingan ishlari bor ekan. Lazerni qo'yib berganimiz 3 kun bo'ldi, o'sha bozorga chiqarib ham ulgishibdi. Narsalarni tayyorlashib. Mana bu lustra, darvozaxona, o'sha ochiq joylarga qo'yish uchun moslashgan asosan. Mana bu akrilni ham shunda kesishgan mana. Orqasi samakleshi bo'ladi. Shu lustraga mana yopishtiradi mayellariga. Asosan 70-80% ish lazer ustanogida bo'ladi. Kimga shunga o'xshagan yog'och yoki metall uchun lazer uskunalari yoki ehtiyot qismlari lazer ustanogi bo'lsa, ehtiyot qismlari kerak bo'lsa yoki servis xizmati, yuqori tajribali ustalar xizmati kerak bo'ladigan bo'lsa, o'zini qiziqtirgan har qanday savollar bo'lsa, Ali Lazer jamoasiga murojaat qilishingiz mumkin.